İkinci bölüm 15. kısım. Soğuk bilezik. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar Grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik namlıq eserini anlatışını başlayımız. Bu kişi bolsa dal men türmege kelgan vaqtimda uchrashgan 5 odamning orasidagi biri edi. Uning aytishicha bular bu turmadan qo'yib berilgandan keyin burun turgan ko'chmanlar idorasiga olib qo'yilib, ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu qarindishimiz bilan boshqa 4 odamni billi boshqa yerga, ya'ni boshqa yerda ko'chmanlar idorasining turmasiga yo'tkapti. Bular bu yerga borgandan keyin vaqtni chang tutib, ilgirki turmadan Qur'on orliqida yo'shirib ilib kelgan 2 tal tig'i bilan derazadagi qatma-qat to'mirni kesibdi. Ondan 5 odam hammasi qochib chiqib, bu bir kishi tutilib qopti. Bu turma kelgandan keyin men uning tarjimoni bo'ldim. Asli bularning qochish faoliyatini aniq o'zidan anglagan edim. Lekin sizlarga buni so'zlashni loyiq topmadim. Balkim kunlarning birida bu yigit o'zi tafsiliy so'zlab berar. Ammo dal bu kunlarda boshqa turmadan ajoyib qochish ishlari yuz bergan ekan. Men sizga bularning qochish ishlarini o'z ig'izdan anglatay. Ammo aldirmay o'qing. Ajoyib qismatlar bor. Ems qarindishimizning so'zlariga diqqat qilaylik. Biz bu yerda ko'p avorchilik chiqargandan keyin saqchilar bizni ko'chmanlar tutib turish o'rnidan yo'tkab, boshqa ko'chmanlar tutib turish o'rniga keldi. Bu ko'chmanlar tutib turish o'rni 2 qavatli bino bo'lib, bu o'ringa ancha odamlar kelib ketmaydi ekan. Shu sababdan bo'lsa kerak, ko'nirab ketgan, tomlari maynat, quluplari dod besib ketgan bir turma ekan. Bizni 2-chi qavatga elib chiqib, cho'ng kamerning ichidagi kichik bir kamerga solab qo'ydi. Bu kamerning uzunligi taxminan 4 metr, kengligi shunchalik keladi. Va yana yon tarafda kichikgina bir o'rin va bir tal o'birnisi bor edi. Biz bu kamerga kirib, yarim soat vaqt o'tgandan keyin bu o'rinni tozalab pokizladik va namozni shu yerda o'qidik. Hech bir narsa yo'q holatda yerda yotdik. Shunda qilib 2-3 kun mushu holatda o'tgandan keyin saqchilar narsa keraklarimizni akirib berdi. Ko'chmanlar tutib turish o'rni almashgan chaqda bizning narsa keraklarimizni saqchilar elib qolgan edi. Biz bu kichik kamerda bir oy turgandan keyin ko'chmanlar tutib turish o'rni boshlig'i bilan ko'rishib, cho'ng kameraga yutkab qo'yishni dedik. Bir haftadan keyin bizni cho'ng kameraga yutkab qo'ydi. Bu yerda turish jarayonida yon kamerdagi boshqa millatdan, boshqa davlatdan bo'lgan kishilar bilan tanishib qoldik. Ular bu yerda erkin yura oladi ekan. Atiganda chiqib, tozliq qatorliq ishlarni qilgach, sirtda ko'proq tura oladi ekan va bozorga chiqib narsa kerak setib ola oladi ekan. Bir kuni bir birodarim meni chaqirib, "Qachaylimmi?" deb maslahat so'rdi. Men boshqa qarindoshlarga deyli va shular bilan maslahatlashib birga qatsak dedim. Orqadan biz ularga maslahat soldik. Ularni qechishga qo'shildi. Biz jami 10 odam edik. Biz qanday qochimiz deganni maslahat qilib, sirtdan telefon keltirib, ondan aloqa qilib, biror tig'i keltirib, to'mirni hardab, to'shga ichib qochaylik deb plan tuzdik. Shuning bilan sirtdan telefon keltirishga maslahat bo'ldi. Haliga biz tanishib qolgan boshqa davlatdan bo'lgan odamlarga bizga telefon kelib bergan. Biz oilamiz bilan aloqalashimiz desak, ular dastlabda unimadi. Biz qayt bir necha qatim desak, oxiri akirib berishga ma'qul bo'ldi. Shuning bilan telefon ishi hal bo'ldi deb tursak, ular to'rga chiqilib bo'lmaydigan odatdagi telefon akiribdi. Biz bu telefon bilan to'rga chiqilib bo'lmaydi. Bizga to'rga chiqilib bo'ladigan telefon akirib bergan desak, ular mushinimi bek tasdi hal qildim. Boshqa telefon akirgil bo'lmaydi deb gapni uzdi. Biz bu telefonni ko'p mashg'ulot qilamidik. Bizning asli maqsadimiz to'r telefoni bo'lsa, atrofning xaritasini ko'rib qechishga tayyorlik qilish edi. Shundaqdimi bu telefon bilan sirtqi telefon qilib ko'rishadigan ma'lum kishilar bilan ko'rishib, biz turgan o'ringa tig'i akirib berishni aytgan bo'lsaqmi, ularning javobi hozir qassanglar bo'lmaydi. Chunki sirtda vaziyat chingib ketdi. Odamlar kelgin unmaydi dedi. Shuning bilan biz bu kofirlardan qutulib ketish uchun o'zimiz harakat qilib ko'raylik deb maslahat qildik va o'birnining ustidagi ko'rsatkich barmoq tomliqidagi to'mirni qo'mirib elishni maqsad qildik va bizni mashq rayoniga chiqishni ko'chmanlar tutib turish o'rni boshlig'iga dedik. Shunda qilsak pastga tushib atrofni oz-to'la kuzatkili bo'ladi. Boshliq kofir bizning pastga tushib sirtga chiqishimizga ruxsat qildi. Lekin hamma odam birga chiqsa bo'lmaydi. Bir kunda 2 odam tushsin debdi. Keyin degandek bizdan 2 odamni pastga elib tushdi. Bu o'rinning mashq rayonining 2 tarafida boshqalarning uylari va ayollar kamera narsa kerak agirib qo'ydigan uy, o'birni munchi bor ekan. Maydonning usti kun nurini to'sish uchun nipiz qalay bilan yipiqliq edi. Pastga tushganda biz saqchiga o'birni bor uyning ishkini ichib berishini aytdik.
Biz shu orqali sirtni az-to'la kuzatib, ma'lum yuchuqlarni bayqadik. Lekin sirtga qandoq chiqamiz? Endi bizdagi birdan-bir amal to'mirni sundirish edi. Ikki birodar uburniga kirib to'mirni ajratishga harakat qildi. Birsimiz eshik to'yida turib kuzatchilik qilish uchun saqlab turdik. İki birodar taxminan 2-3 soat atrofida harakat qilibmi to'mirni ajrata olmadi. Endi qanday qilish kerak? Biz xuddi Amerikaning turmadan qochish filmidagi Michaelning to'mirini chertib, ondan ajratgan ko'rinishini o'ylab, to'mirni chertishga harakat qildik. Ammo to'mirni qanday chertimiz? Bizda bor bo'lgan narsa faqat chas sopini, kir sopini va tish pastasi tursa, to'mir chertilgan suyuqlik yo'q tursa, shuning bilan tish pastasini paxtaga surkab, ondan chertmoqchi bo'lgan to'mirga ham surkab, shu yerga paxtani yo'gab qo'ydik. 2-3 kun o'tgandan keyin to'mirni ajratishga yana harakat qilib baxdik. Ikki qarindishimiz kirib ajratmoqchi bo'ldi. Ikkidan ko'p odam bu o'ringa patmaydi. Shunda qilib ikki qarindishimiz ko'p kuchimayla oldin qitim ajratolmagan o'rinni ajratib, to'mirni ajratqili bo'ldi ekan degan umidni tug'dirdi. Shundan keyin har kuni ikki odam kirib to'mirni ajratib, ham ajratgan o'rinni asliga kelib mangdik. Chunki har haftada bir qitim ko'chmanlar tutib turish o'rnining soqchilari kameraga kirib tekshirib turadi. Oy oxirida harbiylar kirib cho'ng tekshirish qiladi. Biz avval eng oson ajratqili bo'lgan yerni ajratib mangdik. Ba'zilarimiz ishik to'yda kuzatib turish, ba'zilarimiz yordamlashish va yana ba'zilarimiz boshqa ish degandek ishlarni qildik. Biz shundoq ishlab dariza to'mirining 3-4 o'rinni ajratdik. Biz eng oz deganda 10 necha o'rinni ajratsak, ondan shu o'ringa badanimiz petib, ustiga chiqqili bo'ladi. Endi nihoyat muhim bo'lgan bir tal to'mirni ajratishga to'g'ri keldi. Va shuncha ta'sir damilishib yurib, yarim qismini ajratib qo'ydik. Navoda hammani ajratsak, bek ovoz chiqib, soqchilarning bilib qilishidan ansiraydik. Odatimiz mashqqa pastga tushganda takrang deb atiladigan chig'dan yasalgan kichik balning beshchilik cho'nglikdagi to'pni o'ynatdik. Ustiga chiqadigan vaqtimizda shu to'pni birga alg'ash chiqdik. Maqsad shu to'pni tepib o'ynab, to'mirdan chiqqan ovozni yo'q qilish edi. Soat 10 yoki 11 atrofida shu to'pni to'ris qartib tepib o'ynadik. Shunda qilganda soqchilarning diqqatini tortqili bo'ladi. Biz oldingi kuni yerimini ajratib oz qolganda qo'yib qo'ygan yerni ajratish uchun tayyor bo'ldik. Bugun 3 kishi to'mirni ajratqili kirdik. 2 odam ajratsa, bir odam to'mirga lo'ngichi gap to'mirni pastga tortish orqali ovozdan qattiq chiqib ketishini to'sqili bo'ladi. Biz tayyor holatda to'pni tepdik va ajratgan to'mirga lo'ngichi gap bo'ldik. Amsi ha deymiz dedik-da, darhol ajratdik. Ovoz shunchalik ching chiqib ketdiki, bilinib qolgandimi deb gumon qilib qoldik. Darhol ajratgan o'rinni asliga keltirib, biz narsalarni yepib chanmas qilib yinib chiqib, yana to'pni bir necha qitim to'mirga qartib tepib ovoz chiqardik. Shunda qilganda soqchilarning gumonini qo'zg'ab qo'ymaydik. Allohga cheksiz shukri. Bu ishimiz chinib qolmadi. Mushkul bo'lgan bir o'rinni ajratib muvaffaqiyat qozondik. Biz to'mirni ajratib 2-3 tal to'mir qoldi. Undan keyin pastga tushganda davomli atrofni kuzatib, qaysi tarafga mangsak, nadin chiqsak bo'ladi deganni ko'ngliga pukib, ustiga chiqqanda qarindoshlarning samiga silib turdik va soqchilarga bir narsa akeldirib yeydigan, ochadigan ishlarni ko'proq qilib, ularning diqqatini o'zimizga tortib turdik. Biz bir kuni maslahatlashib, soqchilarga MP4 akirib bersang, bir narsa tingshaymiz dedik. Soqchilarmi ma'qul bo'ldi, lekin akirib bermadi. Shuning bilan biz DVD buyurtib va choy qaynatadigan chaynak buyurtib va az to'la tuxum akirdirib pishirib yeb, DVDda bir narsalarni ko'rib, soqchilarning kallasiga bu odamlar yavash odamlar ekan, tamoqqimi chiqmaydi ekan degan o'y xayolni keltirish bo'lsa, yana bir tarafdan bu odamlar bu yerda yaxshi turishni o'ylabdi degan ongni paydo qilish edi. Demisimo, biz u yerda turayotgan vaqtda soqchilar bilan bir narsa deyishib baqmay tinch turayotgan edik. Bugun biz yana qilib qolgan 3-4 tal to'mirdan birini bo'lsa ajratish uchun harakat qildik. Afsus, biz shuncha kuchab harakat qilgan bo'lsaqmi, hech bir unum bo'lmadi. Biz qattiq charchab ketdik. Endi qanday qilish kerak? Biz qanday qilish haqida yana maslahatlashdik. Oxir soqchilarga biz bu yerda uzun turdik. Bizga o'zimizning tamoqini etib yeyishimiz uchun ruxsat qilsang dedik. Bir soqchi, men ko'chmanlar tutib turish o'rni boshlig'i deb baqay deb chiqib ketib, aytsa ma'qul bo'ldi. Nima tamoq etsizlar deb bizdan so'rdi. Biz uningga etadigan tamoqni va ketadigan narsalarni aytdik. Soqchi bizga lozim narsalarni akirib berdi va kech soat 7 bo'lganda soqchi chiqib oramizdagi oshpaz birodar bilan boshqa bir odamni pastga ilib tushdi. Biz 3 yoki 4 kishini ilib tushgan desak, ular bo'lmaydi. 2 kishi yetadi deb unimadi. Bizning asli maqsadimiz tamoqni bahona qilib pastga tamoq etadigan yerga kirib, to'mir kesishga qulay narsa bo'lsa ilib chiqish edi. Shunda qilib bu ikki qarindishimiz 2-3 soatdan keyin tamoq ilib kirdi.
ularning aytgani o'xshagan lag'man ekan. Ah, lag'man, ah. Biz lag'man yemigili bek uzun bo'lgan edi. Qandaq lag'man desangiz, eshmay besib etgan lag'man. Nimishqa bunchalik uzun vaqt ketgandi deb qolmang. Chunki biz ishlatadigan narsalarning hammasi saqchilar tamoq etganda ishlatgan narsalar bo'lg'achqa, bu narsalarni pokiz yuvib tozalash kerak. Shunga uzun vaqt ketdi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat.